Xo'shlashish xati. Garcia Marquez. Agar shundoq bir payti kelib, Tangri mening latqonchoqligimni asdan chiqarib, menga qaytadan bir oz hayot ato qilsa, albatta, ko'nglimdagi barcha gaplarimni aytib bo'lolmayman. Ammo shuningga ishonamanki, barcha aytganlarim haqida o'ylanishga ulgurgan bo'lardim. Rostila shundoq bo'lsa, men ishlarni ularning narxiga emas, balki ularning ahamiyatiga asoslanib baholaydigan bo'lardim. Men yana az uxlab, ko'proq tafakkur qilardim. Chunki menga ayonki, har qitim 1 minut ko'z yumsaq, 60 sekundlik hayotdan mahrum qolamiz. Boshqalar aram uchun to'xtaganda men davomli mang'atdim. Boshqalar tush ko'rayotganda men o'rnimdan turatdim. Boshqalar so'zlayotganda berilib anglaydim. Bu xuddi mazalik shokoladlik marojindan huzurlangandek bir ishda. Agar Tangri meni rostila yana azroq yashash fursati bilan mukofotlasa, men faqat avratlarimni yepib, tenimni emas, hatto ruhimni yalang'ochlagan holatda aptop qaqlab yotgan bo'lardim. Tangrim, agar mening yuragim yana so'qish imkoniyatiga noil bo'lsa, barcha o'chmanliklarimni ko'k muzlarning ustiga yezib, ondan quyoshning chiqishini taqozolik bilan kutatdim. Men Van Goghning tushlarini siyoh qilib, yulduzlarning betiga Benediktning bir parcha she'rini sizib qo'yatdim. Selitning naqshlarini oyga otigan Serenadam ma'shuqining sha'ni yezilgan musiqa asri qilatdim. Men yana Gultekinning azobini va Gulbergining xush hidini his qilmoq uchun ko'z yoshlarim bilan atirgullarni sug'urib qo'yatdim. Tangrim, navoda mening yana az bir mezgil yashash fursatim bo'lsa edi, faqatli bir kun bo'lsin mayli edi. Men bu fursatni qilchim isrof qilib etmay, shu meni söymaydigan barliq kishilarga mening ularni naqadar söydiganligimni aytib olgan bo'lardim. Men dunyodagi har bir er va ayol zotining mening yaxshi ko'rishimga arziydiganligini bilaman. Men muhabbat eligida yashashni xohlayman. Men cho'nglarning naqadar og'ir xatolashganligini isbotlab bergan bo'lardim. Ularga biz qandaqdir qerib ketayotganligimiz sababli muhabbatdan mahrum bo'lmaymiz, balki muhabbatni yo'qotib qo'yganligimiz sababli qerib ketimiz degan bo'lardim. Men balalarning qanotlarini qaytirib berib, uchun bo'lishni o'zining o'ginishiga qo'yib beratdim. Yashanganlarga o'limning yetib kelishining ularning qerib ketgani uchun emas, unutulib ketayotganlik uchun ekanligini tushundirgan bo'lardim. Ey odamlar, men sizlarning vujudinglardan nurg'un narsalarni o'rgandim. Men bilaman, kishilarning hammasi degudek cho'qqining ustida turishni yaxshi ko'radi. Ammo ko'pincha kishilar haqiqiy xushallikning cho'qqiga yomish jarayonidagi xatarlik sarguzashtlardan keladiganligini unutib qolishadi. Men bilaman, dunyoga yangidan ko'z ochgan bovoq yumron qo'li bilan dadiston barmoqini tunjirib tutganda, uni mangulik tutib olgan bo'ladi. Menga ayon, bir odam yana bir odamni yo'lab turg'izib qo'ygandila, ondan uni to'van ko'rish huquq erishidi. Men sizlarning vujudinglardan yana ko'p narsalarni o'rgana olmayman. Biroq bularning hech bir ahamiyati yo'q. Chunki boshqalar meni jasad sanduqqa solgandan keyin men rostla o'lib ketgan bo'laman. Hamisha haqiqiy o'ylaringizni ayting. Aytqanlaringizni qiling. Navoda bugun sizning uxlayotgan holatingizni eng oxirgi ko'rishim bo'lib qolganligini biladigan bo'lsam, sizni qizg'inlik bilan quchoqlab, ruhingizning omonligini tilagan bo'lardim. Agar bu sizning eng oxirgi qitim uydan ayrilishingiz ekanligini biladigan bo'lsam, siz menishdan avval sizni chin quchoqlab so'yib qo'yatdim-da, siz mang'andan keyin orqangizdan sizni to'g'lab to'xtatib, yana bir qitim chin quchoqlab so'yib qo'ygan bo'lardim. Agar bu ovozingizni eng oxirgi qitim anglashim bo'lib qolganligini biladigan bo'lsam edi, barliq so'zlaringizni unga elib olgan bo'lardim. Shunda qila olgan bo'lsam, uni har qitim anglag'im kelganda qayta anglayolgan bo'lardim. Agar buning asrorlashishimizning eng oxirgi necha minut ekanligini biladigan bo'lsam, ahmoqonlik bilan siz burilib bilatdingiz-ku, demay, men sizni so'yman degan bo'lardim.
Dunyoning a'tilari mangu tugamaydi. U hayotning ishlarimizni yaxshi o'rinlashtirib olish uchun bergan yana bir qitimliq fursati. Lekin uni isrof qilib etdikmi, undaqda bizga eshib qoladigan barliq narsa faqat bugundanla iborat. Undaqda men sizni naqadar so'ydiganligimni, mangu yod etadiganligimni aytib olgan bo'lardim. Ata u hech kimga hech narsa haqida va'da bermaydi. Mayli siz yosh, qiron bo'ling va yoki yashangan o'larman bo'ling, bugun siz uchun o'zingiz yaxshi ko'radigan kishilar bilan uchrashishning eng oxirgi fursati. Shunga endi yalqovlik qilmang, saqlab turmang. Bugundan boshlang. Chunki ehtimol sizning yana bir atingiz mangu yetib kelolmasligi mumkin. Siz balkim shu sababdan bugun kulimsirashga, quchoqlashga, söýüşke ulgurolmaganligingiz uchun ökünüşke mubtala bo'lishingiz mumkin. Aldırashligingiz tufayli ularni davomli atiga qoldirganingizni qattiq pushaymon qilishingiz mumkin. Söýdigan kishilaringizni qo'g'dang. Ham o'zingizning ularga naqadar muhtojligingizni ayting. Ularni söýüň, ularga yaxshi muomala qiling. Ham ozroq vaqt chiqarib, ular kechiring, meni afv qiling, sizga rahmat, ranjimisiniz degan takalluflarni unutib qolmagan holda o'zingiz biladigan barliq muhabbatlik so'zlarni qilib oling. Dilingizdagi oshkorlanmagan sirlaringiz har qancha go'zal bo'lgan taqdirdami, u boshqalarning sizni eslab turishiga sabab bo'lolmaydi. Bularni ifodalash uchun o'zingizga kuch va farosat tilang. Do'stlaringizga ularning siz uchun naqadar muhimligini isbotlab bering.